Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Jondor tumanidagi 12-o'rta ta'lim maktabida faoliyat olib borayotgan ustozdan shikoyat chop etilib, o'sha shikoyatda aytilishicha, ingliz tili fanidan dars berayotgan o'qituvchimiz oliy toifaga ega bo'lsa-da, unga dars soatlari kamaytirilganligini, ya'niki atigi 10 soatgina dars berilganligi to'g'risida taniqli bir chiqish qilingan edi. Bizning tahliyatimiz ushbu maqolani o'z joyida, ya'niki ushbu shikoyatni o'z joyida o'rganish maqsadida Jondor tumaniga yetib keldi. Va Jondor tumaniga yetib kelarkanmiz, Jondor tumani hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Niyoz Ahmadov, Jondor tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Faxriddin Toyirovlar hamda 12-o'rta ta'lim maktabining direktori, ilmiy bo'lim mudirlari bilan suhbatlashib, ushbu holatga oydinlik kiritdik. Bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda, ushbu dars taqsimoti faqatgina taxminiy buxgalteriya hisobi uchun bo'lib, hali maxsus pedagoglar yig'ilishidan o'tmagan va tasdiqlanmagan. Hali mana shu dars taqsimlash jarayonlari butun Buxoro viloyati bo'yicha davom etmoqda. Biz esa o'z o'rnida Sharif shahrimizni, ya'niki ilm va ma'rifatga boy bo'lgan Buxoroy sharifimizni obro'yini bu qadar ketkazmasliklarni, ya'niki mana shu bilib bilmagan holda ushbu muammoning o'zagi va tagiga yetmagan holda shikoyatlarni chop etishlari ustozlar uchun birozgina nomaqbul ish ekanligini eslatgan holda, barcha mana shu ommaviy axborot vositalaridan isbotlanmagan, tasdiqlanmagan axborotlarni tarqatmasliklarini so'ragan bo'lardik. Men Jondor tumani 12-maktab ta'lim maktabining direktori Abdulla Mirza Sho'donov. Mirza hozir 32-71 bo'yicha shikoyat tushgan, dars taqsimoti yuzasidan. Bu haqida hech qanday muammo yo'q. Dars taqsimotimiz hali oxirigacha to'liq qilingani yo'q. Chunki bizni maktabimiz ikkiga bo'linyapti. Bitta filialimiz alohida bo'lib chiqyapti. O'zimiz alohida bo'lib chiqamiz. Shu sababli ham hozir aniq darslar taqsimoti yo'q. Ushbu shikoyat kelib chiqishdagi sabab nima bo'lgan? Mana shu bergan ma'lumotga qaraganda sizlar taxminiy jadval tuzgansiz. Mana shu taxminiy jadval tuzganmiz. Endi o'sha 32-71dagi toifasiga, milliy sertifikatiga qarab, xalqaro sertifikatiga qarab bo'lib berdik hammasiga. Toifalarga o'zini maqomiga qarab bo'lib berdik. Men Jondor tuman 12-o'rta maktabi o'quvchi va direktor o'rinbosari Tursun Otabek beraman. Demak, bizga kelib tushgan murojaat bo'yicha o'rganganimizda, demak, bu holat hali taxminiy buxgalteriya hisobot uchun berilgan narsa aniq to'xtam qilingan, chunki pedsavet o'tkazilgani yo'q va to'xtam qilingan yo'q. Chunki masalasi 12-maktab tarkibidagi filialimiz alohida maktab bo'lib chiqdi va qolgan dars taqsimotlar 30-71 bo'yicha xomaki taqsimlab berildi.